erim bilan qo'shilganda sassiq chiqadi. Bunga chidab bo'lmaydi o'zi. Mana qaranglar, yechgan payti вообще atirgulni hidi chiqish kerak insonlar. Hurmatli ayollar, atirgulni hidi chiqish kerak. U hamma ishtahadan bo'lsin bu xutbashaysiz-ku. Короче, bunday qilasiz. Tushundingizmi? Kalendula лекарственные, romashkani olasiz. Ikkovini bir choy qoshiq, ha? Keyin kurkumani olasiz ham, kurkumani. Hammasidan anaundan kurkumadan bir choy qoshiq oling, ezilgandan. Kalendula лекарственная bilan romashkani aralashtirib taylab, bir osh qoshiq oling. Bir 200-300 grammga damlang, hammasini 1 soat 2 soat tursin. Tushundingizmi? Undan keyin ham ichaverasiz 50 grammdan. Ham alohida tayyorlab oling, sprinsovka qiling 2-3 hafta. Tushundingizmi? Undan keyin shuni yechgan paytingiz yoki bo'lgandan keyin ana uni hidi chiqadi. Gulni hidi chiqadi. Tasavvur qiling. Tushundingizmi? Undan keyin pishvoy sodani 1 osh qoshiqni 1 litrga iliq suvga solib, vannaya qilib turing. Tushundingizmi? Sistit, yana allam bo'lamni baliq hidlari hammasi ketadi. Turing. Shuna qiling. Aytasiz keyin. Tushundingizmi? Obuna bo'ling va foydali videolarni o'tkazib yuboring. Alloh xayrli qilsin.